Barselonaning kelajak prezidenti Gerard Pike futbolni mumkin ontar-to'ntar qilib yuboradigan yangilik kiritish kerakligini aytib o'tdi. Ispaniya futbol afsonasining aytishicha, futbol muxlislari stadionga borib kamida 100, 200, 300 yevro xarajat qilib, oila byudjetiga zarar keltirib, kim oilasi, kim bola-chaqasi, kim jo'ra va sinfdoshlari bilan yig'ilib yaxshi nastreniyada ana bugun bizni bolalar bir futbol ko'rsatsin deb stadion tribunalaridan futbolchilarga qarab "Bolalar, agun!" deb turishsa-yu uchrashuv 0-0 hisobida yakunlansa, nimanidir o'zgartirish kerak. Jamoalar 0-0 o'ynashdimi, tamom ikkala jamoa ham ochkosiz qoladi. Agarda bu qoida ish berishni boshlasa, nima o'zgaradi? Jamoalar 70-daqiqadan boshlab ochiqroq, yorqinroq oldinga intilib futbol o'ynashadi. G'oya yaxshi, buning ortidan bir nechta bir hisobini xush ko'radigan, futboldan bo'sh vaqtlarida avtobus haydaydigan murabbiylar ham o'zlarining asosiy taktikasidan voz kechib, qandaydir yangilik izlashga tushishadi. Natijada ligada sog'lom raqobat, uning ortidan rivojlanish va qarabsizki, futbol gullab yashnaydi. Aytgancha, millionlar o'yinini sifatini yaxshilash uchun futbolga siz qanday yangiliklar olib kelgan bo'lardingiz? Fikrlarni albatta kommentariyalarda yozib qoldiring.